Mardlar unutilmaydi. Ismatulla Ibodov 1961-yil Toyloq tumanida tug'ilgan. 1981-1983-yil armiya saflarida xizmat qilgan. 1985-yil Kiyev, 1990-yil Toshkent shahar Ichki ishlar vazirligi oliy maktabini tamomlagan. 1991-yil 18-avgust kuni xizmat vaqtida qurollangan jinoyatchini qo'lga olish chog'ida o'q otar quroldan og'ir yaralanib, voqea joyida halok bo'lgan. Hayotda shunday insonlar bo'ladiki, ularni amalga oshirgan ishlari asrlarga tatigulikdir. Ismatulla Ibodov ham ana shunday insonlar sirasiga kiradi. 5-kursligimga sovchi kelib, chiqishiga turmushga chiqdim. Ilohim joylari jannatda bo'lsin. Judayam chiroyli edilar. Ham aqlli, ham farosatli, madaniyatli yigit edilar. 5 yil turmush qurdim, 2 qizcham tug'ildi. Bu kishining mehr muhabbatlari hech kimda men holigacha hech kimda ko'rmayman. Judayam 2 qizimni qiz bo'lsa ham 100 ta o'g'ilga almashtirmayman deb mehr berardilar. Hay farzandlarim dadam ko'rsinlar edi shu bizlarning kamolimizni deydi. Qumsaydi dadasini bayramlarga qumsaydi. Ba'zida yig'laydi. Dadam nima uchun yo'q bizni hech narsamiz bo'lmasa ham mayli edi. Ayajon o'lmasinlar edi. Biz bilan yo'q shu birga ishlasinlar edi degan lekin taqdir joylari jannatdan bo'lsin. Ismatulla Ibodov ichki ishlar organlarida 8 yil, ya'ni unchalik uzoq vaqt xizmat qilmagan bo'lsa-da, shu qisqa davr ichida tizimda o'zining munosib izini qoldirib ketdi. Ismatulla Ibodov o'limidan so'ng 1992-yilda O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga asosan Jasorat medali bilan taqdirlandi. Shuningdek, Ismatulla Ibodov nomini abadiylashtirish uchun marhumning o'zi o'qigan Toyloq tumanidagi 3-umumta'lim maktabiga nomi berildi hamda ushbu o'quv maskaniga uning byusti o'rnatildi. Bu xuddi mana shu ichki ishlarda ishlayman deb tug'ilgandek tug'ma talanti bor edi bunida. Shu ichki ishlarda ishlash uchun shu qobiliyat, fikr, o'shanga yarasha masalan fikrlash qobiliyati, ishlash qobiliyati, qiziqishi hammasi shunga yetarli edi. Sport bilan shug'ullanardi. U vaqtlarda mana mashinalar hozir qanchalik masalan ko'chaga chiqsangiz mashinadan ko'p narsa yo'q. U vaqtlarda shu borib kelishga qiynalardi bu juda. Juda ham qiynalardi. Shu hattoki shu oqshomlar Ravonakdan piyoda kelgan vaqtlari juda ko'p bo'lardi. Mana shu uygacha jon jahdi bilan ishlardi. Haqiqatan o'zini shu butun vujudi, butun mehrini qo'yib, o'tgandan keyin ham hamma uni o'tganini xotirlaymiz. Ilohim joyi jannatdan bo'lsin, oxirati obod bo'lsin. Mana farzandlarini mana 3 ta qizi, uchovini ham mana onasiga rahmat. Yelib yugurib mana o'qitdi. Uchovini ham oliy ma'lumotli, mana bittasi Ichki ishlar akademiyasi, Ichki ishlar vazirligining akademiyasini tugatib keldi. Mana hozir o'zimizda mana shu viloyatda ishlayapti. Mana yana ikkitasi Samarqand davlat tibbiyot institutini bitirdi. Ular ham ishlayapti. Hammasi o'z sohasining yetuk mutaxassisi. Ot izini toy bosadi deganlaridek, Ismatulla Ibodovning farzandlari ham otasi izidan borishdi. Bugun ular ham ichki ishlar xodimlari saflarida xizmat qilmoqda. Rahmatli dadam men 3 yoshdaligimda mana shu ichki ishlar sohasida xizmat qilib, o'zini xizmat vazifasini bajarish chog'ida mardlarcha halok bo'lganlar. Albatta men u vaqtlari dadamni endi yosh bola bo'lganligim, endi esimni taniyotganligim va hali bolalik davrini o'tkazayotganligim bo'lganligi uchun men hozirgi kunda dadam haqida ko'p xotirlay olmayman. Lekin men mana shu insonni farzandi bo'lib, shu bugungi kunimga yetganimga
eslolmasam ham shu dadamni nomi bilan g'ururlanib yurishimdan xursand bo'laman. Va bundan mana shu jamiyatdagi eng baxtli ayol, eng baxtli qiz farzand deb bilaman o'zimni. Men bilasizmi, ko'pchilik menga shunaqa savol beradi. Kelganda mana shu ayol kishiga bunaqa ichki ishlar sohasida ishlash, xizmat qilish og'ir emasmi? Oilangizda kim bu kasbni bu sohada ishlaganki, siz bu kasbni tanlagansiz deb qiziqib so'raganlarga men shu rahmatli dadamni aytaman. Shu dadamni sohasini tanlaganman. Ularni o'g'il farzandlari bo'lmagani uchun shu sohada xizmat qilaman deb aytganimda, hayotmilar, juda baxtli inson ekan deb juda ko'p aytadilar. Men o'sha paytda bilasizmi, shunaqa bir ko'nglimda bir tomondan xursand bo'lsam, bir tomondan xafa bo'ladigan paytlarim bo'ladiki, qani edi meni bugungi kunimni otam rahmatli ko'rsinlar edi. Meni yonimda turib, yaxshi yomon kunimda ham, mana shu xizmatimni olib borayotganimda ham menga ham otalik, ham ustozlik, ham yo'lboshchilik qilsalar edi deyman. Men hayotda ota mehri qanday bo'lgan, unchalik bu narsani o'zimda tuyib ko'rmaganman. Qizlarni otasi bilan, otani qiz farzandi bilan qanaqa mehr oqibati bo'ladi, bu narsalarni hech qachon o'zimda ko'rmaganman, his qila olmaganman-da. Faqatgina yoshligimda shu qizlarni otasi haqida gapirganlarda maktab davrimda o'ksinib ketardim. Men gapira olmasdim. Shunga mana hozir endi oilali bo'lib, turmush qurib, farzandli bo'lib, o'zimni farzandlarimni turmush o'rtog'im dadasi bilan ota farzand o'rtasidagi munosabatlarni ko'rib, shu narsani his qilyapmanki, demak, ayol kishiga, qiz farzandga ayniqsa hayotda eng beminnat mehrni beruvchi, yaxshi yomon kunida uni qo'llab-quvvatlovchi, har tomonlama uni borini berishga ham tayyor bo'lgan odam bu otasi bo'lishligini tushunib yetyapman. Shu uchun aytamanki, birinchi navbatda hech bir farzand otasiz qolmasin, onasiz qolmasin. Har bir farzandni boshida uni ota-onasi tirik bo'lib, sog' omon bo'lib, uni kamolini ko'rsin deyman. Men rahmatli dadam mana shu 3 yoshimda menga yonimda turib otalik mehrlarini istagan bo'lsalarda berishda imkoni bo'lmagan bo'lsa, bu men uchun armon, eng orzu qilishni ham imkoni bo'lmagan armonim bo'lsa hamki, lekin shu insonni shunday qahramon, shunaqa bir jasur, mard bo'lib, yurti uchun, xalqi uchun xizmat qilib, o'zini jonini ham ayamaydigan insonni farzandi bo'lganimdan juda ham g'ururlanaman. Vatan o'zining munosib o'g'lonlarini hech qachon unutmaydi. Ismatilla Ibodov qisqa umri davomida vatani va xalqi uchun astoydil xizmat qildi. Qolaversa o'z farzandlarini ham ezgu maqsadlar sari yetakladi. U kishining bu xizmatlari avlodlar yodida abadiy saqlanadi.